Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. E'zozxon opa, siz bo'lasizmi? Ha. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymaydikmi sizni? Yo'q, rahmat. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat qizlar. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayzu barakatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim yetkazsin sizni ilohim. Rahmat. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin insonlaringiz sizni biz orqali tabriklashni niyat qilishgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insonlaringiz tomonidan mana shunday samimiy istaklar siz tomonga yo'llangan bo'lishi mumkin? Bilmadim, endi qizimniki, o'g'limniki. Taxminlaringiz bormi yaqin insonlaringiz? Kinovim yo'q. Qizim, Durdona qizim. Albatta adashmadingiz. Sizni yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi, hurmat qilguvchi farzand ne'matlaringiz Mahmudjon, Muzaffarjon, Irodaxon, kelin qizingiz Odinaxon hamda danakidan mag'izi shirin nabira ne'matlaringiz Zuhraxon, Abdullohjon, Diyoraxon, Dinoraxonlar tomonidan qabul aylaysiz. Rahmat. Ijozat bersangiz, mana shu mehribon yaqin insonlaringizni sizga atalgan tabriknomalarni, samimiy dil izhorlarini Alloh qodir qilguncha sizga o'qib eshittirib bersam. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum qadrli insonim, qadri baland qadrdonim, mehrligim, mehribonim, xonadonimiz qirolichasi. Bizni jondan aziz saylab, mehr muhabbatga o'rab, asrab, avaylab voyaga yetkazgan, hamma qiyinchiliklarga, har bir mehnatlarga bardosh qilgan, sabrlarda tengsiz aziz onajonim. Yo'limizga ko'z tikuvchi jannatiy farishtam, aziz va mukarram mehribonim onajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Duolari ijobatim, qalbi quyoshim, bizni baxtimizni Allohimdan so'rab turguvchi farishtam. Bizni deb yelib yugurib mehnat qilgan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan voliday muhtaramam. Har bir qilgan mehnatlaringiz uchun umrimiz so'ngiga qadar boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz onajon. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsak-da, sizdek onaning farzandlari ekanligimizdan faxrlanamiz. Siz bizga shunday mehribon, duogo'y ona bo'ldingizki, hech qachon o'zgalarning onasiga qarab, qani endi shu meni onam bo'lsaydi demadik. Volidam, go'zal yuzligim, bilaman, ba'zan dilingizni og'ritib, bilmay xatolar qilib qo'ydik. Sizni xafa qilib qo'ygan, ranjitib qo'ygan kunlarimiz bo'lsa, Alloh uchun bizni kechiring. Sizga Allohim ikki dunyo saodatini ato etsin. Biz farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Shodon kulgularingiz, go'zal yuzlaringizni bezasin. Inshaalloh haj, umra safarlariga bormoqlikni, Makkatullohni ziyorat qilib, Ka'batullohni ko'rmoqlikni Allohim nasib ro'za aylasin. Boringizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizni bergan Robbimga, yaratgan egamga behisob hamd va sanolarimiz bo'lsin. Yana bir bor ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling sizlar. So'zlasam so'zlarim tinib qoladi. Maqtasam onamni tilim toladi. Ayting kim onamdek bo'la oladi? Onam o'zgachadir, onam bebaho. Maqtasam agarda so'zlarim ojiz, o'ylarim ojizdir, tillarim ojiz. Duosin olmoqlik men uchun joiz, onam o'zgachadir, onam bebaho. Mehrlari daryo, farishta go'yo. Onam ko'z yoshi rost, boshqasi ro'yo. Onam sabab doim yo'llarim ziyo. Onam o'zgachadir, onam bebaho deya mana shunday chiroyli nomalarni yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat qizlar, rahmat Allohim. Sog' bo'lsin baxtimga. Aytganingiz. Hammalari sog' bo'lsin. Rahmat sizga. Ilohim, biz ham mana shunday chiroyli dil niyatlarga qo'shilib qolamiz. Yuzlardan oshib minglar bilan yuzlashib yuring deymiz. Doimlar mana shunday yaqinlar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang. Rahmat, sog' bo'ling qizlar. Xo'p, salomat bo'ling. Qadrdonlar yig'ilgan kun, jigarjonlar yig'ilgan kun, dunyoning eng go'zal ayoli, bugun onam tug'ilgan kun. Fayzli xonadonimizga
jonim